Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh, efirda Ming Chinor, siz bilan Zafar Do'ltayev. Men eng bir ezgu orzularimdan, istaklarimdan biri O'zbekiston xalqi farovon, baxtli, sog' salomat bo'lib yashashini istayman. Ayniqsa eng quyi qatlamda yashayotgan og'ir iqtisodiy qiyinchiliklarni boshidan o'tkazayotgan, moddiy kam ta'minlangan, kam daromad bilan, kam pensiya va oyliklarga hayot kechirayotgan, hattoki u oydan bu oygacha pensiyani, avansni, maoshni kutib yashayotgan oilalar ham mana shu baxtli va boy insonlarday chiroyli hayotlarda yashashini tarafdoriman. Endi bir gapni aytsam, bugun O'zbekistonda har bir oila har oy $1000 pul topib yashash imkoniyati bor. Chunki zamonamiz juda rivojlanib boryapti. Hamma narsa kompyuterlashyapti. Har bir narsani ijtimoiy tarmoqda, hattoki kompyuterda o'tirib bir insonni butun oilaviy avtobiografiyasini topish imkoniyati yaratilyapti. Tarmoqlar yaratilyapti. To'g'ri, bu gap prezident aytgan o'qituvchilarning oyligini $1000 ko'taramiz degan gapdan ko'ra bu gap ko'proq ishonchliroq. Ehtimol prezident ham nimanidir reja shu narsani amalga oshirmoqchi bo'layotgandir, lekin mening taklifim har bir oila, nafaqat o'qituvchi, nafaqat deputat, nafaqat biror mansabdor, hattoki eng quyi qatlamda turuvchi oddiy kambag'al oilalar ham oyiga $1000 topish imkoniyati bor. Faqat u O'zbekistonning eshigini orqa betida turibdi. Ostonada turibdi. Lekin bu eshik yopiq. Bu eshikni kim ochishi mumkin? Albatta prezident ochadi. Albatta Saida Mirziyoyev ochadi. Boshqa hech kim buni ochish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni kalit mana shu insonlarning qo'lida. Mana shu rahbarning qo'lida. Agar shu rahbar istasa va mana shu imkoniyatni O'zbekistonga kiritib, mana shu narsani joriy qilsa, har bir oila oyiga $1000 dan pul topadi. Uyida o'tirib, oddiy telefonda o'zi qiziqqan, tajribasi bor, hayotda ko'rgan bilganlaridan bir chiroyli bir video kontentlar qilib, ijtimoiy tarmoqda kanal ochib, video joylab borsa, $1000 dan oyiga, kuniga $30 dan oyiga o'sha $1200 dan pul topish imkoniyati bor. Chunki bugungi taraqqiy etgan davlatlarda, ayniqsa agar dunyo davlatlarini 200 dan ortiq desak, shundan 130 tasi o'z davlatiga mana shu imkoniyatini yaratib bergan. Ijtimoiy tarmoq daromad manbaiga aylangan. Nima uchun biz bundan foydalanmasligimiz kerak? Nima uchun hamma o'zining imkoniyatidan kelib, bilimidan, tajribasidan kelib oyiga $1000 topishi qaysi tomondan rad etilgan bilmadim, lekin bir narsa aniqki, siz agar o'sha $1000 dan daromad topishga tushsangiz, davlatga soliq to'lamaysiz. Bu soliqni Amerikaga, Google'ga to'laysiz. YouTube sizga mana shunday imkoniyatni yaratib beradi, ijtimoiy tarmoqlar. Buni esa prezident va uning atrofidagilar, o'sha prezidentimizning qizi Saida Mirziyoyevalar mana shunday xalqqa shu narsani ravo ko'rish kerak. Har bir oila o'shandan keyin normal holatda yashash imkoniyatiga ega bo'ladi. Nima deymiz? Bu yurtda har bir inson baxtli yashashga haqqi. Har bir inson chiroyli hayotlarda, chiroyli obstanovkalarda yashashga haqqi bor. Chunki bu dunyoga bir marta kelib, bir marta ketadi. Agar yuqoridan qarasangiz, hamma birda yashayotganday, muammolar yo'qday, lekin odamlarning ichki dunyosiga, yashash sharoitiga bir rasm solsangiz, mana shu O'zbekiston elitasi da yashash uchun oddiy aholi, oddiy fuqaro bu dunyoga 10 marta kelib ketsa-da, bunday imkoniyatga erisha olmaydi, chunki imtiyoz yo'q, imkoniyat yo'q. Mayli unday bo'lmasa-da, har holda bu dunyodan
baxtli hayot kechirib o'tish hammaga ham nasib qilavermaydi. Mana shu imkoniyatni bizga prezident berishi kerak. Prezident o'sha O'zbekistonni sirtida, chetida kutib turgan o'sha imkoniyatni berish kerak. Mana Amerikaga 100 milliard dollar sarmoya kirityapti. Bu 35 ming Amerika fuqarosini ish bilan ta'minlash imkoniyatini beradi. Demak, Amerika bilan o'rtada munosabatlar yaxshi ekan, mana shu narsani ham taklifini kiritsa, o'sha Amerikaning o'sha mutasaddilariga O'zbekistonga mana shuni ijtimoiy tarmoqda pul topish imkoniyati berilarmidi? Har biringiz bunday imkoniyatga ega bo'lsangiz, qancha muammolar hal bo'lib ketadi. Qancha kamchiliklar to'lib ketadi. Birovga bo'ysunmaysiz. O'zingizning pulingizga ega bo'lasiz. Mana shu videoga keskin ravishda like'larni bosing, podpisatsiya qiling, toki bu asta-asta, sekin-asta tarqalib o'sha kerakli odamlarga yetib borsin. Men hali bu video bilan to'xtamoqchi emasman. Men yana videolar qilaman. Ushbu O'zbekistonga monetizatsiya degan narsani yoqish uchun prezidentdan qayta iltimos qilaman. Mana shu davrda meni qo'llab tursalaringiz bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.